Xitoyning hukumat taratqullaridan biri bo'lgan axborot to'rining 1-dekabrdagi xabarda aytilishicha, yaqinqi yillardan buyon Xitoy doiralari Bayongun oblasti ma'rif sistemasidagi o'quvchilarga atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi engini barpo qilish, qurilishini yosh o'smirlarning axloqiy xarakterini yetildirish jarayoniga zich birlashtirish haqidagi tashviqot tarbiyani jiddiy kuchaytganligi ma'lum. Amerikadagi Xitoy analizchi Xoping Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, navbatda Xitoy doiralarining bu xildagi tashviqot tarbiyalarining Uyg'ur xalqining milliy kimligi, diniy e'tiqodi, an'anaviy urf-odati, tarixiy madaniyatining vayron bo'lishini keltirib chiqarganligini bildirgan. U o'zining bu vaqtdagi kuchli andishlarini o'ttirg'i qo'yib o'tgan. Uyg'ur diyorida 28 yil Uyg'ur o'quvchilariga Xitoy tilidan dars bergan, hozir Gollandiyada yashayotgan Qalbinur Sidiq xonim bu vaqtda inkos qaytargan. Amerika hukumati Xitoy Kommunist hokimiyatining Uyg'urlarni dafsanda qilishiga qatnashgan ikki amaldori bilan 3 Xitoy shirkatiga jazo yurgizgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining 8-dekabr e'lon qilgan yozma bayonotida ko'rsatilishicha, Amerika hukumati Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonuniga asosan Qozoq avtonom oblastlik jamoat xavfsizligi idorasining sobiq boshlig'i, oblastlik hukumatining muavin boshlig'i Gauchi bilan Xitoy markaziy hukumati Xinjiang xizmat rahbarlik guruhi ishxonasining sobiq muavin boshlig'i Xolianxoni embargo tizimligiga kirgizgan. Amerika Tashqi ishlar ministerligining bayonotida Gauchi bilan Xolianxoning har ikkisiga kishilik huquqni eg'ir dafsanda qilishga qatnashish, bo'libmi atalmish Xinjiangdagi Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlar ham diniy guruhlarning xohlagancha tutqun qilinishiga qatnashish sababli tadbir yurgizganligi ta'kidlangan. Turkiyaning poytaxti Anqarada 9-dekabr Uyg'ur qirg'inchiligi kuni munosabati bilan Turkiya ma'murlar uyushmasi, Dunyo Uyg'ur qurultoy fondi jamiyati, Sharq Turkiston tadqiqot fondi jamiyati va Uyg'ur akademiyasining o'rinlashtirishi bilan Sharq Turkistonda davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik temasida suhbat yig'ini ochildi. 2020-yildan 2021-yilgacha Londonda o'tkazilgan Mustaqil Uyg'ur sud mahkamasi 2021-yil 12-oyning 9-kuni xulosa chiqarib, Xitoy Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb jakarladi. Bu qaror e'lon qilingandan keyin 9-dekabr Uyg'ur diasporasi tarafidan Uyg'ur qirg'inchilik kuni sifatida qabul qilindi. Angliyada turishliq Sheffield Qallam Universiteti 6-dekabr Uyg'urlarning majburiy emgaki to'g'risida Sharq Turkistondan Yevropaga kiyim-kechak ta'minlash zanjirini izg'olash nomli dokladini e'lon qilib, Yevropadagi nurg'un dongli kiyim-kechak markalarining Uyg'urlarning majburiy emgaki bilan zich munosabatli ekanligini oshkorladi. Fransiya xalqaro radiosining xabariga qaraganda, bu doklad Yevropa parlamentidagi Sotsial Demokratlar partiyasining Taraqqiyot ittifoqiga vakolatan e'lon qilingan bo'lib, dokladda Sharq Turkistondagi majburiy emgak bilan munosabati bor deb gumon qilingan kiyim-kechaklarning oldini olish uchun ba'zi savdo belgilamalari talab qilingan. Xitoy qismlari Janubiy Xitoy dengizida Filippinga tava 3 paraxodga yuqori besimli suv bilan mudohala qildi. Filippin Xitoyni tajovuzchilik bilan aybladi. Xitoy bo'lsa dengiz tavalligiga ruxsatsiz kirgan paraxodlarga qarata tadbir qo'llanganligini bayon qildi. G'arbiy Filippin dengizi davlatlik xizmat atritining bayonotida Xitoy dengiz qirg'og'i munosabat atritining paraxodlari suv zambirkidan foydalanib Sikarboro sho'li atrofidagi baliqchilik kemalariga yiqilg'u va yemaklik ashyolari to'shigan 3 paraxodni to'sib olganligi e'lon qilindi. Bayonotda Xitoyning qonunsiz va tajovuzchilik harakatlarining ayblanganligi bayon qilingan. Bu hafta Xitoyning poytaxtida o'tkazilgan boshliqlar yig'inida Xitoy bilan Yevropa ittifoqi rahbarlari savdo-setiqdan tortib kishilik huquqchi bo'lgan nurg'un masalalarda birlikka kelinmagan. Yevropani muhim eksport bozori deb qaraydigan Xitoy, Yevropaning savdo qo'riqchiligi bilan muhim xom ashyo va mahsulotga bo'lgan tayinishchanligini azaytishga urinishni o'z ichiga olgan xatardan saqlanish tadbirlariga qarata andisini ifodalagan.